Boyaga qarang. Yer narxida 100% tayyor xonadon siz uchun top qo'ydim. O'tkazib yuborsangiz katta xato qilasiz, chunki bunaqa arzon narxda 100% tayyor xonadonni o'zi не может быть bo'lishi mumkin. Ushbu xonadonimizni 100% remont qilingan. 100%. 1% gina faqat shuni changlarni artib kelib yashaydigan xonadon hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek mana tramintin, hamma sharoitlari, kafel, yer tagida xavchalar, zemni, letni, kuxnilar, hammasi. Xullas bitta obzorda ko'p vaqtingizni olmayman, atigi 1,5 minut meni kuzatib tursangiz, katta ma'lumotlarga ega bo'lasiz, narxda arzonligiga baho berib ketasiz. Qani, mehmonxonadan boshlaymiz. Changiga e'tibor bermaymiz. Boyaga ancha vaqtdan beri hech kim yashamagan. Qarang, remontni o'zim yashayman deb qilganlar, lekin kimga nasib qilishini uni Xudo biladi. Kattagina mehmonxona. Mehmonlaringizni kutib oladigan ushbu mehmonxonamiz. Pardalarga e'tibor beramiz. Turetskiy pardalar qilingan boyaga qarang. Turetskiy. Mehmonjonlarni olib kelib, sherga asarti salatchalar bilan ikki og'iz suhbatchani o'tkazadigan joy ekanda bu. Mana keyingi mehmonxonamiz, bu keyingi uyimiz hisoblanadi. Bitta sekretchani aytaman, bitta uydan kirib turib 5, 6 ta, 8 ta, 10 ta uyga aylanib chiqsangiz bo'ladi. Hisoblab chiqdim, primerni 16 ta yoki 17 ta xonadondan iborat. Mana ko'rib turganingizdek, bu yog'i zemni letni kuxnisi bor bu yerda. Yangi millo mana o'zlarini ayol mehmonlarni kutib oladigan xonadon. Mana bu yeri mana ayollarni mehmon kutadigan xonasi. Ko'rib turganingizdek, ukrainskiy pechkalar hamma sharoitlari qilingan. O'zim yashayman deb remont qilingan. Boyaki o'zim yashayman deb. Endi taqdir qilgani bo'ladi-da, nima deymiz endi? Xo'sh, 2, 3, 4 xonadon, mana bu yeri kuxnicha. Mana zemni letni hamma sharoiti bor. Bu yoqdan ham eshigi bor. Hojatxona sanuzelga chiqishga, qishki yozgi bu yoqdan ham eshigi bor. Keling. Mana hojatxona sanuzeli ham bir uy, bir dahliz qator bo'lib, kattagon qilib yasalgan bu yerga. Sanuzelchasi, mana bu yerda oynaga qarab soching tarab deydi-ku. Mana bu yoqda esa hojatxona. Boyagi atmosferani qarang. Atmosfera yashagisi keladigan atmosfera. Xo'p, xonadonimizga kirgandan bizani kattagina hol kutib oladi. Bu ko'rib turganingizdek 8 sotiklik yerga qurilgan pashti 7 sotik qurilishdan iborat xonadon hisoblanadi. Atigi 1 sotik, 1,5 sotik hovli. Mana kirgandan sizga o'ng qo'lga chiroyli mehmonxona, operator bitta xonadon tanishtirib chiqamiz. Remontchalari Yevro remont qilingan. Ustalarni ham eng saralari, topib usta bu aytadi-ku, ko'tar ishingni deydi-ku, o'shanga o'xshagan topib ishlangan ustalar mehnat qilgan bu yerda. Keyingi xonadonimiz mana yana qo'shimcha ma'raka qilsangiz agar bu yerda joydan hech qanaqa tashvish, hech qanaqa problema bo'lmaydi. Bitta texnikalarga ozgina rasxod qilasiz endi, shu yo'g'igacha rasxod qilingan. Keyingi xonamiz xonadonni har bir kvadrat metridan maksimalni foydalangan. Har bir xonasiga alohida e'tibor berilgan. Alohida dizayn. Buni o'zi proyektini o'zi kamiga 3,5 ming bilan yasalgan proyekt. Mana ko'rib turganingizdek, uyning ichida savqotmagan holatda tayyor xonadonning ichida hammom hojatxonasi birga joylashgan. Bitta narsaga e'tibor beramiz, ikkinchi etaj ko'rsatishdan oldin ushbu zinasiga e'tibor beramiz. Zinalari sof yong'oq daraxtidan yasalgan. Ikkinchi qavatda ham xuddi shunaqa 4 ta xonadon, bitta sanuzel joylashgan. Detskiy xonadonlarimiz ikkita, qiz bolalar uchun, o'g'il bolalar uchun joylashgan. Qani operator har bitta xonaga alohida e'tibor bilan ishlangan. E'tibor beramiz. Mickey Mousechalar bu yerda o'g'il bolachalar uchun qilingan. Mana bu tomoniga esa e'tibor beramiz. Ukrainskiy pechkalar, topli pollar, ataplenali, podvalida ham kattagina bir maxluqdek qishki yozgi istadigan sistema qo'yilgan. U topli pol, oyoqdagini isitib beradi. Ko'rib turganingizdek mana qizchalarimiz uchun alohida o'zgacha dizaynda ishlangan ushbu xonadonimiz. Remontlariga e'tibor berasiz. Aboylarini ham matvi aboydan tanlangan. Mana xonadonning obzori bilan tanishtirib chiqdik. Eshiklarimizga alohida e'tibor berishingizni so'rayman. Rasulov eshiklari o'ta qimmat. Har bittasi kamida 250-300 dollar turadi. MDF eshik, MDFdan yasalgan. Mana oxirgi xonadonimiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu xonadonga ham Yevro remont, ukrainskiy pechkalar,
o'zgacha dizayn bilan e'tibor berib ishlangan. Mana bu esa 4-xonadon. Operator xonadonimiz bilan bemalol tanishtirib chiqsang bo'laveradi. Balkonga boy aka, o'zingiz yolg'iz qolgan vaqtingizda balkonga chiqib, sigaretcha yoki nosvoyda o'tib olib, bir fikr almashib yangam bilan, qani balkon bilan tanishtirib chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek 8 sotikli xonadonda 7 sotik, 6,5 sotik qurilish, atigi 1 sotigi yer maydondan iborat ushbu xonadonimiz sotuvga chiqqan boy aka. Xo'p, xonadonning eng gilamli nuqtasi narxiga keladigan bo'lsak boy aka. Narxi 340 ming qilib belgilangan. 150 ming o'ta srochni zarur egasiga. Qolganini barter. Mashina berasizmi yoki kottej berasizmi, dom berasizmi? Nima qilsangiz ham 150 ming o'ta zarur, kadastr hujjatlari joyida, kreditlari yo'q. Top-toza xonadon. Boshingizni qotirib ustalarga pul berib o'tirmaysiz, tashvish yugur chopa-chop qilib o'tirmaysiz. Tayyor xonadonga kelasizda maza qilib yashab bersangiz bo'ldi boy aka. Siz uchun mehnatda biz like bosishni unutmang, bizga obuna bo'lishni unutmang. Bu territoriyalarning har bir sotiga 15 ming AQSh dollariga sotilyapti. Bu yer 8 sotik. 8 sotigini o'zi ham qancha pul bo'ladi? Ustiga ketgan qurilishi tashvishlari bilan birga hisoblaganda 400 minglik xonadonimiz sizga 340 ming. Yana kelishtirib beriladi. Yana barterga. Variantga 150 mingga o'ta srochni zarur. Qolganini variant qilsak ham bo'laveradi. Pastda telefon raqam qoldirdim. Qo'ng'iroq qilib turib, savdosini kelishib, baraka qilsak bo'ladi boy aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. 21-asr ko'chmas mulk agentligi ishonch bilan qurilgan kelajak. 1832 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qiling.